Bolalarimizda gapirish nuqsoni bu juda ham katta fojia. Chunki bola qachon gapirmaydi, qachonki eshitmaydi. Eshitish qobiliyatini bilishimiz kerak. Bolada eshitish qobiliyati yaxshi bo'lgandan keyin bolani og'zini ichini tekshirib boshlaymiz. Tilini tagi yopishib qolmaganmikan, jag'larida yaxshi rivojlanish bormikan, adenoidlari bormikan, dimoqlari yaxshi rivojlanganmikan, yo'qmikan. Shu ikkita yo'nalishi to'liq inkor qilib bo'lganimizdan keyin sog'lom deb bilganimizdan keyin shu taraflama, demak bolani o'zini aqliy tarafini qidira boshlaymiz. Demak, bu MRT bizga yordam beradi. MRTda biz qator bezini tekshiramiz va unda qanaqadir nuqsonlar aniqlansa, demak o'shanga qarab davoimizni yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Agar u yerda ham nuqsonlar bo'lmasa, demak bolani albatta elektroensefalogramma tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Qachon bola gapira boshlaydi? Qachonki bolada jag' suyaklari yaxshi rivojlangan bo'ladi, bolani quloq eshitishi yaxshi bo'ladi va ortiqcha dimog'ida to'sqinliklar bo'lmaydi. Onasi ham kam gap ayol bo'lsa, bola ham tili chiqishi juda ham sekin bo'ladi. Bu bola umuman gapirmasligi 3 yoshgacha bo'lishi mumkin. 3 yoshdan keyin bolada qanaqadir tovushlar paydo bo'ladi. Mulash deymiz, misol uchun ichidan gapirib mulab berishlari yoki alohida da, a, ma, ba degan so'zlar. Bola umuman hech narsani qabul qilmagan holatida biz uni psixolog bilan defektologlarga, logopedlarga jo'natgandan keyin bolani bekor vaqtini ketkazib, ortiqcha mablag'lar sarf qilganingiz bo'ladi. Avvalambor bolani nevropatolog ko'rib, bolada nima uchun gapirmaganligini sababini topib bergandan keyingina davolashni boshlashimiz kerak va biz shunda yaxshi natijaga ega bo'lamiz.